Davet ikki turga bo'lindi. Birisi haqiqiy Alloh qilingan da'vat. Yana birisi Allohning nomi bilan o'ziga qilingan da'vat. Ya'ni o'zi obro'y tepish, o'ziga odam to'lashsin. Buning farqi nima desa, o'ylamali bunda degan. Haqiqiy Alloh uchun da'vat qilgan odam boshqalar bilan hamkorlashni yaxshi ko'radi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yaxshi hamkorlik, ta'awun buyruq bermaydi. Ya'ni namoz o'qi, zakot berganlik birlashish kerak, birlash deydi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Siz bir ummat deb Alloh bekityapti. Men xolisam bir undan xolisam. Alloh bir ummat, sizlar birlik qiladigan ibodat qilinglar dedi. Haqiqiy Allohga da'vat qilganlar birinchi sifati hamkorlikni yaxshi ko'rdi. Tamam? İkinchisi boshqalarning xizmatini itrof qildi, inkor qilmaydi. Chunki bu yerda raqobat degan ish yo'q. Yetarli xizmat qilish uchun mandaq bir ish var. Ulamolar yolg'iz bir diniy odam haqqancha kuchli, haqqancha cho'ng olim bo'lsa-mu, atrofidagi ma'lum mu'min musulmonlar qo'llamay turib, o'zining rolini to'liq joriy qildirmaydi. Masalan, sizlar Rasulullohni Umarsiz, Abu Bakrsiz, Osmonsiz, Alisiz, Ubayd ibn Jarrahsiz, Xolid ibn Validsiz tasavvur qilib bastım. Shuning uchun dushmanlarning asosliq maqsadi mollalar bilan xalqning o'rtasida bir hang paydo qilish. Demak, biz xizmatni buningdan texmi yaxshi ep berish uchun biz qulluqchilarga. Xo'sh. Bu ishlarga muhtoj. Şunu bilishimiz kerakki, da'vat qilish deganlik oyatlarni, hadisni o'qiblam, kishilarga vaz-nasihat qilish olimning vazifasi bo'lam emas. To'g'ri boshqalarga vaz-nasihat qilish muhim. Ammo shuning uchun xizmatni yaxshi qilib berish uchun xalq bilan birga yashash, xalq kulish, millat yig'lash, ularning qiyinchiligi bilan birga bo'lish. Bundan onda xizmatni yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchisi ham diniy olim ulamolarimiz bilimni davomliq yangilash va yuksaltirish kerak. Bilim orqali o'zini kuchaytirish kerak. Endi mushu yo'lda pulvala pulini, yo'livala yo'lini, yuzivala yuzini chiqarish kerak. Mushunda qilish orqali biz duch kelayotgan masalalarni hal qiladigan muassasalar va olim ulamolar ondan kelgan gap. Bumuş o'ylab baqsa, biz mush Uyg'urlarning farzandi. Mush muhitning mahsuloti biz. Xo'sh. Ya'ni Uyg'urlarning ahvoli bu tursa, nada bir sodin qush tug'ilganini ko'rgan masala. Ama sodin qush tug'ilmaydi. Millatning ahvoli mush tursa, undan bir unchular jiqmas chiqib ketmaydi. Shuning uchun millat chiqishqa buningga ulamolarga o'zining atrofidagi kishilar kuch berishni, o'zining diniy, milliy, vijdoniy